Bugün çarşamba, saat tahminen 6. Hozir zalga ketyapman. Har kuni 2 kunda bir zal, bir kun yugurish. Yani bugün çarşamba bo'lgani uchun zal, ertaga yugurish. Har kuni ertalab shunaqa boshlayman. Undan keyin nonushta shunaqa qilib davom etadi. Saat 8 bo'ldi. Hozir zaldan chiqdim. Ko'p qolib ketdim. Sen 6:30dami keldim. Endi nonushtaga. Shu yoqda yo'lda ketayotganda sizga ozgina gapirib bermoqchiman, nimaga qanaqami. Universitetga kelganimdan keyin sentabr oyini, avgust oyini o'zida taxminan 5 kilo, 6 kilo bes oldim. Bundan oldin ham o'zi yaxshigina besim bor edi. Keragidan ortiqcha bor edi. Oldin ham bu Amerika kelishdan oldin harakat qilib ko'rganman. Ko'p zalga chiqishga yoki shu besni yo'qotishga. Lekin hech o'xshamagan. Keyin o'ylab qarasam bir qattiq dedication bilan harakatlar qilmagan ekanman. Lekin o'sha o'rganib, bu yoqda zo'r tomoni sizni yoningizdagilar hammasi zalga chiqadi. Hammasi yoki yuguradi, kimdir nimadir qiladi. Masalan, oldingi videoda ham aytganman. Garvardda har 5 ta odamdan bittasi atlet, qanaqadir sport turi bo'yicha. Qolgan 4 tasi, hech bo'lmaganda 2 tasi har kuni yoki 2 kunda bir yoki zalga yoki yugurishga qayergadir chiqadi. Shu bu yoqda boshqa bolalarda ham ko'rdim, shu impactni, menda ham bo'lgan impactni. Sizga ham motivatsiya beradi, sizga ham cho'g'ir qiladi chiqishga. Endi o'zi nimaga kerak? Masalan, men nima qildim? Birinchi o'rinda vest tashlash. Qorin juda yomon narsa. Men ko'p o'zimda ham ko'rdim. Bu birinchi o'zimda. Keyin o'rtoqlarimda ham ko'rganman, ko'pchilikda ko'rganman. O'zimizda yosh bolalar ham hozir qorni chiqib qo'yapti. Dadam aytdilar. Senda hali endi qorning bo'lmagan deb aytgan. Ya'ni shuni qorin keyinchalik katta bo'lganda o'rganganimda tushunganman. Juda ko'p kasalliklarning sababchisi bo'lib chiqadi. O'sha ko'p ovqatlanish, noto'g'ri ovqatlanish. Men shunga biz ham ko'proq e'tibor qilish kerak deb o'ylayman. Bu yoqqa kelgandan keyin o'rganib, masalan, hozir har yeyotgan ovqatimni kaloriyasini sanayman, proteini bor, ichida karb qaysi tomondan, nechtasi fat, ya'ni yog' bo'ladi. Hammasini hisoblab, hozir bir kun yugurish, bir kun zal. Yaqinda 5 kilometrlik marafon yugurdim. Endi 5 kilometr qisqa emas, ko'p marafon yugurganlik, lekin men uchun bu juda katta. Birinchi boshlaganimda hatto 5 kilometr yugurib, 1 kilometr to'xtamasdan yugura olmas edim. Birinchi boshlaganimda qanaqa yugurdim? 1 minut yugurib, 1 minut emas, yarim minut yugurib, yarim minut to'xtab, nafas olib, yarim minut yugurib, shunaqa qilib yugurib, hozir taxminan 2 oy, 1,5 oyda Xudoga shukr 5 kilometrga chiqdim. Nasib bo'lsa, qishda O'zbekistonga qaytaman. Qaytganimda 10 kilometrlik yugurmoqchiman, keyin yana davom ettiraman marafonlarni. O'sha bir kunda yarim soat, 1 soat vaqt ajratsangiz, kelajakda foydasi katta bo'ladi. Endi men mutaxassis emasman, menda maslahat olmaslik kerak. Bemalol internetga kirib, YouTube'ga kirib o'rganib olsangiz bo'ladi. Qanaqa qilish kerak, nima qilish kerak. Lekin aytmoqchi bo'lgan narsam har doim o'qish muhim, ish muhim, lekin odam o'zingiz sog'lom bo'lmasangiz, ertaga hech qanaqa xohlagan ishlaringizni qila olmaysiz. Hozir nonushtaga ketyapman.
aynan bo'lgan dining hall. Kirganimdan keyin narsamni olib borib, ovqatimni yeb bo'lganimdan keyin ovqat yeyotgan paytimda sizga qo'shib o'taman. Soat hozir mana 9:30 ga yaqinlashyapti. Soat 10:30 da birinchi darsim bor, lekin mana hozir refresh qilmoqchiman. 9:30 bo'lgungacha 5:30 da turib, birinchi zalga chiqib, zalda sal ko'proq olib ketib qoldim. Keyin nonushta qilib, yuvinib, ertalabki odamni xursand qila oladigan, kayfiyatini ko'tara oladigan narsalarni qildik. Masalan, men hozir zo'r kayfiyatdaman, xudo xolasa. Hozir bir soatcha vaqtim bor. 1 soatda bitta odam bilan miting qilishim kerak, ozgina vazifamni qilishim mumkin. Ulgusam bitta o'qiydigan narsam bor, shuni o'qib olaman. 10:30 da birinchi darsga boramiz. 10:30 dan keyin obed qilamiz. Obed qilgandan keyin yana bitta dars bor. Shuna qilib kun bo'yi davom etadi. Hammasini sizlar bilan ko'rsatib boraman. Deb ketdik. Hozir birinchi darsdan chiqdim. Ichkarida videoga ololmayman, mumkin emas. Lecture xonadan chiqarib videoga olish. Keyin obedga kirib chiqdim. Hozir endi ofisga o'tib kelishim kerak bitta joyga. 1.5 soatda ikkinchi dars boshlanadi. Orada shu 1 soatcha vaqt bo'lganda ishimni qolaman, keyin ikkinchi darsga kiramiz. Uni ham videoga bo'lmaydi, lekin ko'rib turganingizdek kun boshlanishi bilan bitta yaxshi tomoni ketma-ket hamma narsa, lekin bitta yomon tomoni oldinroq juda ko'p vaqt yo'q, tez bo'ladi. Birinchi dars, obed, ikkinchi dars, orada yana 1 soatcha vaqt bunga ketadi, keyin yana kechki ovqatlanish shuna bo'lib davom etadi. Soat 4 bo'lib qoldi. Orada ko'p narsani videoga olmadim, lekin ikkinchi darsimga kirib ketdim. Obed qilganimdan keyin u yoqdan chiqdim. O'zbeklarni ko'rib qoldim. O'zbekistondan keyin o'quvchilar borgan, ular bilan gaplashib o'tirdim. Hozir mana soat 4. Taxminan 2,5 soatcha bo'sh vaqtim bor. Bu vaqt ichida vazifa qilib olishim kerak. Ertaga darsimga o'qishim kerak bo'lgan kitoblar bor. 6:30 dan keyin professorimiz bilan bugun Garvardda ovqatlanish kuni qanaqaki professorlarni taklif qilganmiz. Professorimiz bilan kechki ovqat bo'ladi. U 7:30 gacha davom etsa, keyin 9 gacha bo'sh vaqt bo'ladi. Bugun unaqa tadbirlar ko'p emas, faqat shu professor bilan ovqatlanish bor. Men hozir randomli holatda o'zbekistonlik o'quvchilarni ko'rib qoldim. Ular bilan gaplashib o'tirdik. Anchagina 1,5 soatcha vaqtimizda gaplashib maslahatlar berdim. Endi shu bilan hozir endi dars qilishga o'taman. Davom etamiz. Soat 6 bo'lib qoldi. Hozir dars qildim. 1,5 soatcha o'qishim kerak bo'lgan kitobni o'qidim. Aytganimdek 6:30 da dinner bor. Professor bilan unga boramiz. Undan chiqib keyin yana dars qilsam kerak. Demak ketdik.
where my head hurts. Where the sun shine my light. Oh, I just wanna see how beautiful you are. You know that. Storm. Soat 8dan o'tyapti kechki. Professor bilan ovqatlanishga bordim, yo'l video olmadim. Lekin undan keyin biz bilan ovqatlanayotgan bitta qo'shnilardan bittasi bitta joyda ashlat etgan ekan, ya'ni musiqa chiqayotgan ekan. Biz uyaga bordik, hamma gruppa bo'lib professorlar bilan. U yoqdan shunday chiqsam yomg'ir yog'ish boshladi. Shuning uchun sirasi yotoqxonaga keldim. Soat 8, 1 soatcha vaqtim bor. Bet qo'lim yuvib, tozalanib, skincare qilib, emaillarni check qilib, ozgina vazifa qilaman-da. Shu bilan soat 9 uxlayman. Sababi nimaga 9 ga uxlayman? O'zi universitetda ko'pchilik unaqa 9 uxlamaydi. Hamma 1da 2da uxlaydi. Bugun o'sha o'zbek bolalar bilan ko'rishganimda aytdim. Hamma o'zi to'g'ri keladigan qaror qabul qiladi. Bu yerda ko'pchilik nimaga 2-1da uxlaydi? Sababi ular weekday kunlari, ish kunlari hamma vazifalarni qolishadi. Weekendda ko'proq vaqtlari bo'lish uchun. Keyin ular partiyaga borishadi, boshqa joylarga borishadi, har xil tadbirlarga. Menda bo'lsa weekdayda unaqa qilmayman. Shu erta 5-6 turaman, 9-10 uyquga ketaman. Sababi nima? Hozir menda muhim narsa to'liq uyqu olish, shu erta fat loss zalga chiqish, yugurgan chiqish, ertalab chiqish yaxshi ko'raman. Shunda vaqtim unumli bo'ladi. To'g'ri ovqatlanish bo'lganligi uchun men unaqa 2 da uxlab, 8 da turib kam uxlab bunday qila olmayman hozirgi vaqtda. Shuning uchun menda ko'proq weekendda dars qilaman. Weekdaydan dars qilaman. Bugun ko'rdinglar, juda monotonous, boring kun bo'ldi, lekin o'zi universitetda weekdaylar shunaqa o'tib ketadi, tez o'tib ketadi. Masalan, vaqt o'tganini bilmay qolaman. Yaqinda kecha shanba kuni edi, sayohatga chiqib o'rtoqlarimiz bilan. Bugun o'zi mana chorshanba, ertaga payshanba, juma kuni yana bitta joyga ketamiz. Weekendlar ko'p holatlarda qizig'roq bo'ladi weekdaylardan ko'ra. Bu weekdayda vlog edi. Nasib qilsa weekendda tripdan vlog qilaman. Konferensiyaga ketyapman bitta yangi universitetga. Hozircha sir boshini. Shuni vlog qilaman, lekin bugungi kunlik vlog shu edi. Shu bilan bugungi vlog deyarli nihoyasiga yetyapti. Agar sizga vlog yoqqan bo'lsa, like bosing, savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiring, javob berishga harakat qilaman. Obuna bo'lib qo'ying, agar mazmunli topgan bo'lsangiz, share qilsangiz, Instagramda story qo'ysangiz xursand bo'lardim. Hozir demak 8 time lapse bilan ozgina ishlaganimni qo'yaman. Shu bilan soat 9 uyquga ketaman. Hammangizga oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha.